qilish mahsulotlari haqida gapiring debdi. Bu haqida bugun inshaalloh gapirib beramiz. Xo'p. Jinsiy quvvat nimani hisobiga kamayadi? Jinsiy quvvat quyidagi narsalarda hisobiga kamayadi. Ya'ni sahar kasalligi, yurak qon tomir kasalligi, qon bosimi oshishda gipertensiv preparatlar qabul qilishning hisobiga, doimiy stress holati, ruhiy buzilishlar yoki bo'lmasam siydik chiqarish a'zolari travmasi yoki bo'lmasam bosh miya travmalari yoki umurtqa travmalarining hisobiga. Endi bularni sanasam hozir ketaveraman, lekin asosiylarini keltirib o'taman. Bundan tashqari mashonka travmalarini ham alohida nazarda tutish kerak, sababi testosteronga javob beradigan organlardan bittasi bu mashonka. Endi uyda tabiiy yo'l bilan qanday jinsiy quvvatni oshirsa bo'ladi yoki bo'lmasam boyagi savolimizga qaytamiz, kunlik ratsionga nimalar qo'shsa bo'ladi va nimani hisobiga jinsiy quvvat oshadi? Eng avvalo insonlarda semizlik va semizlik kasalligidan voz kechishimiz kerak. Chunki organizmda qancha ko'p semizlik bo'lsa, shuncha kortizol gormoni oshadi va prolaktin gormoni oshadi. Bu ikkosini oshganning hisobiga testosteron tushadi. Hech qachon esingizlardan chiqarmanglar. Yaxshi va yomon gormon bo'lmaydi. Insonning hayot tarziga qarab, ya'ni yashashi uni yoki bo'lmasam o'rab turgan omili, qilayotgan kasbi, yeyotgan ovqatiga qarab, undan tashqari jismoniy faollik bormi yoki yo'qmi shunga qarab turib inshaalloh jinsiy quvvatiga ta'sir qilishi mumkin. Semizlik albatta ta'sir qiladi. Semizlikda bir yaxshilik yo'q, yaxshilik bo'lmagan. Sababi sunnatda ham semirmanglar degan. Shuning uchun organizmda prolaktin bilan kortizol ko'tarilishining oqibatida ham xuddi shunday testosteron tushadi va jinsiy zaiflikka olib keladi. Endi jinsiy quvvatni tabiiy yo'l bilan qanday oshirsa bo'ladi? Birinchi o'rinda o'zingizlarni to'g'ri ovqatlanishga o'rgatinglar. Payg'ambarimizning sunnati bor, oshqozonni Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sallallohu 3ga bo'lib bergan. Birinchisi ovqatga, ikkinchisi suvga, uchinchisi havoga. Ya'ni to'yib ovqat yemanglar degan. Ovqatni issiq holatda yemanglar degan. Undan tashqari ovqatdan keyin yoki ovqatdan oldin, endi bu meditsina tarafiga o'tyapmiz, suv va choy kompotlarini ichish tartibi bor. Suv va choy kompotlarini ovqatdan 10 minut oldin yoki 5-10 minut oldin yoki bo'lmasam ovqatdan yarim soat yoki 40 minut keyin. Sababi organizmga kirayotgan kletchatkalarda suv yutib qolishini oldini olish kerak. Belki, uglevodi, jiri va hokazolarni suv yutib qolishni oldini olib, ovqatlanish vaqtida choy, suv, kompotlarni tavsiya qilmagan bo'laman. Endi ovqatingiz dimog'ingizga yoki tomog'ingizga turib qolsa, mayli suv yoki choy yoki kompot ichib, albatta uni ichkariga tushirib olish kerak yoki chiqarib olish kerak. Endi nimalar iste'mol qilish kerak asosiy?